vaqtingiz bu boshida. Yo'q, Sasha. Mana senga uy. Ro'parasida bog'i ham bor. 15 million daromad qilsang bo'ladi. Mana uy, hovlini qara, eshigi boshqa tegmay ekan. Uyni qarang, ko'r, oshxonasini ko'rsan, his qilgin buni. Mana bu xonada o'tirib, oshxonada ovqat qilgandan keyin o'tirib bemalol choy ichsa bo'ladi. Mana qarang, chiroqlarni. Romantika uy bu, bu zallarini qara. Jigarlar bu uyni yoritish tizimini o'ziga 3-4 ming dollar pul ketgan bo'lsa kerak. O'ta ham go'zal. Mana bu spalnisi ham boshqacha dunyo, vashcha zo'r. Detskiy spalnisi boshqacha. Sanuzillar alohida, ichkarida ham sanuzil bor, tashqarida ham bor. Bu vannasi zo'r. Jihozlar ham, kir moshinalar avtomat zo'r. Kiyimingni olasan, kelib yashayverasan. O'ta ham komfortli. Wi-Fi-larigacha bor. Oladigan odam hamma jihozlar qoladi shu uyda. Bu uyga kelsang, vashcha komfortli yashaysan. Jiga kanalizatsiyaga ulangan. Gaz, svet, suv, vashcha problema yo'q. 6 sotiklik kottej. Uzunmeksen 15 millionlik daromad olasan. Kamiga tashqarida bog'da ko'rsatdik, yoqdan ham 15 millionlik daromad olasan. Bu tomonlarda lokatsiya zo'rligi, kottejlarning sifati, komfortligi, yaxshiligi uchun uncha-munchaga kottejlar sotilmas ekan. Hozir bu akamizni pulini qo'l soldik, 95 ming deyaptilar. 95 mingdan o'tib beraman deyapti. Mani deb kelsalaring, mana aytsalaring kelib, undan ham arzon qilib beradi narx. Kottejimiz Farg'onada joylashgan. Bu tomon Quvasoy darvoza, bu tomon Axunbabayskiy massив, ya'ni shu massivni krugi yetmasdan sentralniy joyda. Farg'onaga 10 daqiqalik yo'l, Quvasoyga 10 daqiqalik yo'l. Qisqasi bu uy haqida gapiraman desangchi, soatlab vaqtingiz ketadi. Undan ko'ra quyidagi raqamlarga murojaat qiling, bog'laning. Azizlar, uy holati rostdan ham zo'r biznesmen akalar bo'lsa, bu uydan bemalol foyda qilsa bo'ladi.